mag'iz biznesiga qiziqadiganlar bormi? Qo'qonga kelganmiz akalar. Yo'ldan o'rgatib qo'yishadi, chaqadigani bor, salchirovka qiladigani bor. Bu mag'izni yirik maydaga ajratar ekan. Zo'rmi? Ha, qaranglar. Bu narsa kilosi 45 mingdan 50 minggacha ekan. Buni bitta qovurib yesangiz bormi? Shunaqa maza narsa bu. Bu tayyor chaqilgan danaklarni mag'zini alohida, mana mag'zini alohida qiladi, po'chog'ini alohida qiladi. Po'choq. Buni ham sotiladi akalar. Mana po'choq. Bunisi 380 volt ishlayapti, bunisi 220 ga ishlayapti. Bu 2400 dollar, bunisi 2200 dollar. Xuddi shu biznesda davom akalar. Po'choq pechka ham bor. Soatiga plyus-minus 1 kilo yoqar ekan. Materiallari qalin deyapti, 100 dollardan bor. Hop, po'choqni sortirovka qiluvchi apparat mana shu qimmat joyda gaplashaylik. Bu biznesni umumiy boshlashga 4,5 ming, 5 ming dollar ketyaptimi? Ketadi. Bu 2200 dollarlik, ya'ni 220 voltda ishlaydigani, uni 380 voltdan qilib berishaveradi. Pastdagi raqamga aloqaga chiqasizlar. Po'choq bormi, mag'iz bormi, uskunasi bormi, liboyni uyushtirib berishadi. Poddeshkaga tirs